Bekor tanlagan ekanman, balki bu meni yo'lim emasdir degan xayol o'tmaganmi? Bo'lgan aka, mana shu kechalari mavzum bo'lib qoladi. Men misol uchun istaydi qo'ysam, borib chalg'ini sotgan degan anaqalar bo'lgan. Udar ko'p bo'lgan. Mana hozir o'sha udar qilganlar ko'p joyda faxr bilan meni ko'rsatyapti. Aka, qarang, bu Instagramda million prosmotr bo'lishining sababi nima? Men o'ylashim bo'yicha birinchi o'rinda ota-onaning roziligi aka. Ha. Chunki nima video qo'ysam ham shu paytgacha ota-onam ko'rishini ogohlantirib qo'yganman. Ikkinchisi menimcha boshida niyat yaxshi bo'lgan. Rost agasimiga boshida niyatim yaxshi bo'lgan shu. Ey Alloh, agar men zo'r bloger bo'lib ketsam, qanaqadir faxsh, boshqa videolar olmayman. Zo'r videolar olaman. Mana shu videoyimni ko'chada kimdir ko'rsa ham ota-onam qo'li bilan ko'rsatib, "Men padaringga la'nat, ota-onasi unaqa demasin. Mana shu zo'r videolar olaman. Allohim sen menga bergin" deganman. Ana keyin million bo'lib ketgan, lekin boshida ancha qiyinchiliklar bo'lgan aka. Sizni Instagramingizda ko'p kuzatamiz. Nima edi? Qorong'ulik abadiy emas deb aytasiz-ku. Yozib qo'ygan ekansiz profilingizga. Nimaga endi unaqa deb yozgansiz? Bu mana misol uchun birinchi o'rinda shu paytgacha mana hayotimdan qissa qilib sizlarga aytib beraman. O'rtada doim konsert bo'lgan, men tomoshabin bo'lganman chetda. Bir kun kelib men o'zim konsert beraman. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Shu paytgacha pulsiz, mashinasiz, hamma narsasiz yurdimmi? Ichimda shunaqa nadejda bor edi, qorong'ulik abadiy emas. Bir kun kelib yorug'likka chiqaman. Mana shu narsani men videolarimni ishlatdim. Bu gapni o'sha odamlar yozyapti. Keyin men o'zim videoyim yozdim, keyin futbolkalarga, mashinalarga yozib tashlashdi. Bu gap hammaga yoqdi. O'ylashim bo'yicha qiyinchilikni hamma ko'rgan vaqtida. Nima so'rargan? Kimdir onasining qonidan tush bilan sirasi boy bo'lib yoki mashina, telefon olmagan-ku. Ana o'shaning uchun bu gap hammaga ma'qul tushdi. O'zimga ham qattiq qorong'ulik abadiy emas, nurlik deyshadi. Sirasi ko'rishadi. Mana shundan o'zimning hayotimdan chiqib kelib gapirgan narsam odamlarga ham ma'qul tushgan, o'sha qoldi. O'sha Instagramingizdagi ko'p videolar ham hayotingizdan olinganmi? 90%. 10%ga o'zim guvoh bo'lganlarimni qo'yganman. Blogerlik bo'lishni o'zingiz tanlaganmisiz? Ha. Otam menga kuch bergan. Ana o'sha paytda. Ana xish qarindosh, qo'ni-qo'shni, oshna-og'ayni hamma kulgan. 20 mingtagina podpiskam bor, otam oldiga borganman. Ota deganman. Menga ozgina qo'llab-quvvatlash bering, men zaft etaman deganman. Keyin otam bo'pti deganlar 3000 pul berganlar, dollar. Shunda bor mashinani olganman. 3000 dollarmi? Ha. Berganlar. Shunda bor mashinani olganman, bosh to'lovini qilib, davom etayapman, men o'ylagan rezultat bo'lmayapti. Shunda ham otam meni dal shu udar bermagan. Eplonmading, boshqa qilmading deb. Keyin Allohdan so'rab, yana videolarimni olaman, shu mashinani to'lov kuni kelyapti, boshqa kelyapti. Ko'chada Yandex qilib, o'sha payt men Yandex qilib yurardim. Mana shu haqida ham 3-4 ta video chiqarganman, odamlarga ma'qul bo'lgan. Ana ko'pchilik tanib turib, spetsializatsiya qilganlar ham bo'lgan men Yandex qilganimda. Keyin o'rtada videolarim otib, hamma narsa joy-joyiga tushib ketdi. Ana o'shaning uchun hozirgi vaqtda qancha yaxshiligim, qancha ko'p pul topsam, otamga yoki onamga bo'ladi. Bekor tanlagan ekanman, balki bu meni yo'lim emasdir degan xayol o'tmaganmi? Bo'lgan aka, mana shu kechalari mavzum bo'lib qolardi. Undan ko'ra o'zimni sohamda ketsam va ishlasam bo'lmasin. Otam oldiga yursam bo'lardim. Ana birinchi marta gapirib istoriya qo'ymasdim-da, rasm yozib qo'yarim. Birinchi marta gapirib istoriya qo'ysam, endi bozorda qiyinchilikda to'g'risini aytsam, Chari bozorda bo'lganda. Juda qora mehnat. Chari bozor, go'sht bozori yonida bo'lgan. Kiyimlar, qo'llar, kakpalojin kirib bo'ladi. Men misol uchun istoriya qo'ysam, borib charvini sotgan degan anaqalar bo'lgan. Udar ko'p bo'lgan. Rost akasimi udar ko'p bo'lgan. Mana hozir o'sha udar qilganlar ko'p joyda faxr bilan meni ko'rsatyapti-da. Shu bola eplab ketdi. Eplab ketdi. Gapi unaqa. O'sha payt aytganman shu gapni. Hali otam hayot ekan, egar to'g'ri otdan ham tushmayman deganman. Kim faxrlansa ham faqatgina rozi bo'ladiganim ota-onam bilan faxrlansin. Qolganlar xolasa uyalsin, boshqa qilsin. Faxrlanmasin iloji bo'lsa. Bekorga aytmayman, qancha suyansa ham qulamaydigan tog' bu ota. Bo'pti. Qo'lingdan keladimi? Ha, otam, agar meni mana shu Instagramdan topa olmasam, boshlanib pulini. Og'irligim tushmaydi. Nima qilib bo'lsam topaman. Men pul bor olib kel. Pul ertasi kuni shunday chiqib mashina olib keldim. Nima qildim? Otam ko'ryapti, qiynalyapman.
keyin mashina bitta buzilgandan ham qanaqa bir 7 million pul kerak. Telefonimni olib sotaman deb ketayotganda yana ota va bir ota deydi, to'xta, sotma telefoningni, men qildirib beraman deb bor mashinani yana qildirib berdilar. Ana qachondir mana shu mavzum bo'lib, hamma narsadan umidim cho'kib ketgan payti bitta narsa meni motivatsiyam, hamma so'raydi qayerdan motivatsiya olasiz. Ota-onam menga bo'lgan umidi. Shu eng katta kuchim meni otam bo'lgan. Men bilan meni oyog'iga turg'izgan otam, menga ko'p foydasi teggan odam. O'zimning yaqin o'rtog'im. O'shaning uchun men hech qachon o'zimdan kam bo'lishini xohlamayman. Storyingizni nechta odam ko'radi? Storyim 2000 mingta ko'ryapti hozir. 2000 mingta. Mashina olganman dedim-ku, mashinani to'lov kuni kelgan. Suvni reklamasiga aldanganman. Pul yo'q. Mashinaga to'lov qilishim kerak. Bu odam boshqa to'lovlar yetib kelgan. Qolgan bo'lsa 24 soat vaqtim qolgan. Behruz o'rtog'imga yetdim. Behruz bilan, ana o'sha yerda ham qarang, o'sha Behruz bilan biz Andijonga ketib, o'sha yerda ishlashimiz kerak. Firdavsga telefon qildim. Tushdi, kechasi soat 2da gaplashamiz. Короче, men to'xtatdim hamma narsani, Instagramni o'chiraman, ketaman. Menda o'xshamaydi desam, to'xta. O'xshaydi, faqat yana ozgina harakat, ozgina kut, anaqa bitta joyga bordi. Reklamasini gaplashib berdi o'sha yerda, ana o'shandan keyin boshlandi. Ana o'sha gaplashib, o'sha bolani ham hissasi bor shu kunlarga yetishishimga. Firdavs Abay. Mana shu joyini iminni qo'ylar, ana o'sha bloger Firdavs Instagramda qanaqa bo'lsa, hayotda shunaqa bola. Rost aytmasam, bitta shuni ayta olaman. Men o'zim unaqa emasman. Misol uchun mana Instagramda ta'sirli kelgan ko'zda yosh bilan video olaman. Ana o'shani ko'rib, ana ko'chadagi odamlar, "Voy, bu rosa bo'sh bola ekan, mana boshga chiqib boradi." Bosh bola ekan. Ha, lekin men unaqa odam emasman. Umra Travel reklamasini olganman $200 ga. Bir kunda $1 million urib yuborganda bu ham. Juda zo'r ssenariy yozib olganman. Ssenariylar o'zingiz yozganmisiz? Ha, shu paytgacha mana 250 tadan oshiq videoyim bo'lsa, hamma ssenariy shaxsan o'zim yozaman. Bitta dona o'sha og'aynim bo'lgan men bilan. Behruz ismi. Jentra sovg'a qilgan. Ha, Jentra sovg'a qildim. Mana o'sha qiyomatli og'aynim, xudo xolisa 15 yil bo'libdi o'rtoq bo'lganimizga. Aqlimni taniganimdan beri qattiq ishlasak bir xil kiyinib, o'sha paytdan hozirgacha bir xil. Mana misol uchun men o'zim mashina oldimmi, mashog'ani mendan kam bo'lib qolmasa, men bilan baravar boshlagan shu. Mayli videoda ko'rmagandir, lekin videoga olgan deb shu og'aynimga ham mashina olib berganman. Misol uchun biz shunaqangi og'aynimiz-ki, misol kimdir bir-birini uyini taqillatib kiradi-yu, biz bir-birimizning eshigimizni tepib kiramiz, tekis. Ona ota yaxshimiz ani uxlayaptimi? Kirib uyg'otib ketdik, video olish kerak. Shu kechasi misol uchun 3mi 4mi ssenariy miyamga bitta kelib qolsa, sirazi borardim. O'rta chiqman videoni olaylik, bo'ldi o'rta. Videoni olib, o'sha payt menda iPhone bo'lmasdi. O'rtog'imda iPhone bo'lardi. Chiqardi, telefonni olib o'zi montajlarni qilib Instagramga qo'yardi. Hozir mana bir-birimizga bergan ishonchimiz, do'stligimiz, maqsadimizni erishdik, xohlagan natijalarimizga. Misol uchun vaqtida zo'r mashinaga chiqsak, bunday qilib, ana mashina o'sha payt trend edi, story olishga telefon bo'lmaganda bizda. Hozir mana Allohga shukr, ikkalamiz ikkita mashina bor. Shunda adam telefon qilib qoldi. Da. Alo. Apa, assalomu alaykum. Bo'ldi, qavval. Nurbek, sevgidan yoki do'stdan kuyganmisiz? Maktab payti 8-sinfga qilganman. Men zo'r o'rishardim, o'qishim 0 edi. Parallel sinflar ham hamma urgandan keyin do'stim, qizlar ham juda ko'p bo'ladi, maktab payti. Keyin, voy, men eng zo'r ekanman deb o'ylab, hamma menga muhtoj. Kimdir ishini bitirib berardim, kim uchundir urushardim. Misol, men sinfimdagi qaysi qiz kimdir gapira olmasdi. Sababi meni sinfdoshim edi. Mana shu narsa bo'lgan. Men bu narsani oxirigacha deb o'ylaganman. Maktab tugashi bilan bo'ldi. Hech kim bo'lib qolganman. Hammaga kerakli bola, hech kimga kerak bo'lmay qolgan. Bittani o'sha Behruz yonimda qolgan. Keyin yurdim 1-2 oy. Pul yo'q. Ana hech kim so'rab kelmayapti, hech kimga foydam tegmayapti, shu maktab tugadimi? Keyin ofitsiant bo'ldim. Ofitsiantni kuniga 15 ming so'mdan. Bitta xona bo'lsa, ikkita xonaga qarashni boshladim. O'sha pul ishlayman. Bu yoqda men ko'z tushadi-ku bu ko'chada parchikalar ketyapti, boshqa o'tdi, kimgadir gul beryapti. Men o'sha payt faqat kiyimim uchun ishlardim. Hech bo'lmasa qadar yeb ichishga bora olmasang, chiroyli kiyinib yurdirdim. Tushundingizmi? Birovdan kam bo'lib qolma deb. Men shu yoqqa yurardim. Sevgidan kuyish tug'ul nima so'rardim? Bitta gap bilan aytganda, men sevganchalik meni hech kim seva olmagan. Men bunaqa narsa bo'ladi sevgida. Bola qizga e'tibor beraman desa, qiz
pul talab qiladi, tushunyapsizmi? Agar bola pulni topaman desa, qiz e'tibor talab qiladi. Mana shunaqa narsa. Bola qizga e'tibor berib yurib, ana nimadir momo bo'lsa, karyera ishidan chiqib ketib qiz oldiga boraveradimi? 4 yildan keyin qiz uydilar уже kimgadir uzatadigan qoladi deb bola cho'ntagida bir sim pulsiz, u bu narsaga erishmagan hayotda, na orzu, na maqsad hammasiga tupurgan holda mana shu halolim qilaman deb qiz orqasidan o'rdim, oxiri kelib pulga taqalganda nima qiladi bola? Qatdan to'y qiladi. Mana shunaqa bo'lib qizni yo'qotadi. Bu o'zimda ham bo'lgan narsa bu. Nuriki hozirgi paytdagi Instagramdagi reklama narxi qancha? Men reklama narxim hozirgi narxda postim $1000 dan $1200 gacha. Story ham 500 dan $200 gacha. Lekin menda mana shunaqa narsa bor. Tekinga reklama qilib bering deb chiqqanlar bormi? Tekinga reklama qilib bering deb chiqqanlar bor. Endi buni odam o'zini yuzidan boshqasidan ham bilasiz-ku. Lekin tekinga ham qilib bergan joylarim bo'lgan, rostdan qiynalgan odamlarni. Lekin mana muhtoj anaqasiga keladigan bo'lsa, uje men to'xtatib qo'ydim. Boshda rosa quvvatdim. Chunki shunaqangi firibgarlar bor ekan-ki bu hayotda. Puli bor lekin aldab tekinga. Mana shunaqa odamlar bor ekan, keyin men to'xtatib qo'ydim bu narsani. Ham savob qilaman deb boshqa narsaga ham sherik bo'lib qolmanman, tushundingizmi aka? 200 mingta obunachim bor, hech qaysi bloger bilan video olmasdan 200 mingta bo'lganman bitta o'zim. Keyin o'zimga yoqqan odamlar bilan olganman. O'zimga yoqmaganiga даже javob ham qaytarmaganman. Samatsenkam baland, hamma tomonlama svязim bor. Misol uchun militsiya, doktor desa boshqa, hamma tomonlama svяз bor. Pul tomonlama ham svяз bor. Onam banisaga tushib qolganlar. Mashinada shunda boraman, onam Toshmiyda banisada reanimatsiyada. O'z bilan o'zi gaplashadigan paytingiz bo'ladi. O'zim bunday chiqyapti, o'zimga qarab gapiryapti. Qani nimani hal qila olaysan deb. Hal qilchi. Shuncha tanishing bor edi-yu. Ha, nimani hal qila olaysan deb. Pulmi? Doktor tanishlaringni qil. Nimani hal qila olaysan dedi. Ana o'shanda hech kimligimni his qilganman. $10,000 pul olib kirmaysizmi? Kelaman, onam muzeyga keltirib ber deb. Yo'q. Doktor ham chiqyapti-da, misol uchun eng katta doktor chiqyapti-da. Faqat duo deyapti. Ana o'shanda bildim. Nima niyatim, nima maqsadim bo'lsa, faqatgina Allohdan so'raydigan bo'ldim. O'tirib faqatgina ey Xudo, kelma buni qilib ber, mana bunaqa narsa qilib ber, o'zingdan o'zgasiga muhtoj chiqmagin deb. Misol o'sha payti ham kim oldinlari ham maqsadim, misol oshna-og'aylarimga bunday aytsam, "Xudo, bunaqa maqsad qo'ymasam, tuyoqonman orzu qilibdi, anaqa, mana bunaqa." Yoki kimgadir borib kelajakda mana bunaqa mashina olaman desam, "Ha, qo'ysangchi." Lekin mana men Allohdan so'radim, men erishdim. Komandada o'zi nechta odam bor? Komandamizda maksimum 6 ta odam bor. Nima desalarki, misol uchun og'aylarim bor, bittasi lamp ushab turadi, tushundingizmi? Bittasi hech qachon ko'rmagan rollarga tushadi. Bittasi misol uchun qattiqdir organizovat qiladi borib. Mana misol uchun hozir domda video olmoqchi bo'lsa, mashinalarni chetlashtirib, odamlarni ogohlantirib, 6 ta. 6 taning ichida hamma yaqin og'ayni. Mana shunaqa komandada 6 ta odam bo'lsa, komandamizdan 6 ta odam bo'lsa, 4 tasi ijod qiladi. Hammasini niki Doston 72, Behruz 72, Said 72, Nurik 72. Mana shu ijod qiladi faqat. Hammasi 72. 72 ning sababi Instagramga kirib kelganimda Vines, motivator, boshqa nik qolmaganda aka. Nurik deb yozsangiz, Nurik 72 turgan bo'lgan. Qilib yotibdi, tushundingizmi? Kelgan nomerim 72 edi. Nurik 72 qilib ochib yubordim. Ana o'shandan keyin 72 bo'lib qolib ketganman aka. Qorong'ulik abadiy emas degandek. Qorong'ulik abadiy emas-sa, men kelaman hamma xayoliga birinchi bo'lib. Qorong'ulik abadiy emas. Nechta videodan keyin internetga chiqib ketman. Bitta videodan keyin ko'rdim, 1,400,000 bo'lib ketgan. O'sha oldin ko'rganimda qorong'ulik abadiy emas deb. Do'stim, qorong'ulik abadiy emas. O'shanda kakras bilan tog'anim bilan o'tirdim-da. 3-videoyimda уже ketdi portlab. 3-videoda portlab ketdi. Bu gap o'zi nimadan bo'ldi? O'sha doimgidek Behruz og'aynimga qaytamiz. Behruz o'rtog'im bilan o'tirganimizda vaqtida bizasiz ishini bitira olmaydigan bolalar mashinada g'osir-g'usur qilib ashulalarni qo'yib, blatnoylik qilib ketdi-da. Ana o'shanda men qaradim-da. O'rta o'ylama. Xudo olsa bizga ham nasib qiladi mashinaga yurish. Biz bunaqa emas, bundan zo'r yuramiz. Ikkita mashinada yuramiz o'rtoq. Qo'limizda iPhone telefonlar, bir xil kiyinishlar. Mana shu gap bo'lganda, bu o'zi ancha oldin bo'lgan. Keyin o'sha tortingan men shu paytgacha hamma narsani video qilib chiqishga. Keyin mana shu narsani bitta video qilib chiqdik. Bizga o'xshab mana shu ikkita og'ayni ko'p ekanda, tushundingizmi? Xuddi mana shunaqa gaplashib,
o'ziga qo'ygan maqsadlari mana shu gapdan keyin bu vash trend bo'lib ketdi. Hozirgi paytda kimdan yoki nimadan ilhom olasiz? Yolg'iz qolishni ko'p yaxshi ko'raman. Yolg'iz qolaman, ssenariylarimni, hayotimdan o'tgan narsalarni bitta-bitta o'ylayman-da, ana o'shalarni ertasi kuni video qilib chiqaman. Chunki juda ko'p vaqtda yolg'iz qolganman men. Siz uchun vaqt muhim yoki pulmi? Menga vaqt muhim aka. Vaqt. Vaqt muhim, chunki pulni mazasini men ko'rib bo'ldim. Menga vaqt muhim. Mana misol uchun hozirgi vaqtda agar men shunchalik pulga qiziqqanimda, hozir mana harom reklama qilib o'zim xohlagan mashinamni, o'zim xohlagan uyga olishim mumkin. Hozirgi auditoriyamga. Kimni kuzatib bloger bo'lishga niyat qilib keyin boshlagansiz blogerlikni? To'g'risini aytaymi? Ijodga qadam bosib kirib kelganimda Farhod Mannopov vafot etgan. Ha. Men eng yaxshi ko'rib, hurmat qiladigan blogerim mana shu inson edi. 4-videoyimni qo'yishim bilan vafot etib qolgan. O'sha bloger, o'sha hurmat qiladigan odamim Farhod Mannopov. Mana sizni ota-onangiz qo'llab-quvvatlagan ekan-a, bloger bo'lishingizda. Hozir siz ayta olasizmi, men ota-onam uchun yaxshi farzand bo'la oldim deb? Ha. Ayta olaman. Nimaga ayta olasan desangiz? Shu sababni ham keltirib o'tsangiz. Chunki mana imindan otamga uncha emas. Chunki otam meni kimdir yomon desa eshitmasdi. O'zini anaqa asosan chiqarib qo'yadi, qo'pol qo'yayotganda. Ana onamga hamma gapirgandan bu o'g'ling qamalib ketadi bir kun. Bu o'g'ling yoki ko'chalarda o'lib ketadi, o'liga qolib ketadi, bu yurishida bu hech kim bo'lmaydi. Hamma zarba bergan. Yaqin u qarindosh hamma onam yig'lab har kuni menga aytib berardi, o'g'lim to'g'ri yur, anaqa qil. Mana hozir hamma meni onamga maqtaydi. Onam men bilan faxrlanadi. Lekin mana hozir men уже 22 ga kiraman, xudo xolasa. Yoshimni ham aytib qo'ydim, shu paytgacha yashirib yurdim. 22 ga kiraman. Haligacha pat kontrolman aka. Mana video sashayni onajonim, mana bu o'zimizda, mana bunaqa ofisda, mana bunaqa joyda yoki mana kompyuter o'ynayapmiz onam, xotiram. Hammani taniydi onam, hamma o'g'aylarimni, boshqani endi ko'ngli xotirjam. Hozirgi vaqtda ota-onam men bilan faxrlanadi. Otam bilan biznes haqida gaplashaman. Ona bilan hozir gaplashadigan narsa faqatgina uylanish. Mana shu narsa. Shu uylanasizmi, xudo xolasa? Shu yil, xudo xolasa, uylanamiz. Endi uyqudan turib boraman-da, shuni otamning oyog'ini ham, yuzini ham o'pib, onamga ham xuddi shunaqa narsa. Chunki nimaga bu alam qilib, eslaydigan narsa emas. Faxr bilan keyin bir kun mana shu narsalar bo'lmaydi-da. Nima qilsak ham aka bo'lmaydi. Sinov qachondir hammamizga keladi-da. Ha, mana misol uchun bir kun kelib ota-onani yo'qotamiz, bizda ham farzand bo'ladi. Shu paytgacha ota-onamiz uchun yashagan bo'lsa, endi farzandimiz uchun yashaymiz. Bitta gap o'yladim men unda, o'zimga kelib qoldi. Bu hayotda hech qaysi banda o'zi uchun yashamaydi. Ota-onasi uchun, yana keyin farzand uchun yashaydi. Farzandda ham xuddi shunaqa narsa bo'ladi. Shu narsa takrorlanib kelaveradi. Mana shu narsa takrorlanib kelaveradi. Ota-onangiz uchun yashadingiz, ana keyin siz ota-onangiz uchun qanaqa yashagan bo'lsangiz, farzandingiz o'shani 2 baravarini yasharkan. Yomon bo'lgan bo'lsangiz yomon, yaxshi bo'lgan bo'lsangiz yaxshi. Mana shu narsa. Nurbek, mana siz yosh ijodkorlardansiz. Ancha mashhur bo'ldingiz, trenddasiz hozirda. Mashhurlik sizga shu paytgacha nima berdi? Bitta gap aytaman aka. Shu paytgacha o'rtada katta konsert bo'ldi. Men tomoshabin edim. Ana endi men konsert beryapman, ular tomosha qilishyapti. So'z javob bu. Tushungan-da? Tushungan. Nurbek aka, sen savollar qiynab qo'ymadim? Ha, yo'q aka. Namorat yengil tortib ancha mazza qildim men. Dardlashdik, jaydarcha suhbat bo'ldi. O'zi anchadan beri gaplashaman deb turgan ekansiz, odam. Ha, men birinchi intervyuim bu. Birinchisi? Birinchi intervyum. Xudo xolasa, million bo'lsa, ikkinchisini ham o'zingizlarga beramiz. Inshaalloh, xudo xolasa. Nurbek, vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun sizga kattakon rahmat. O'ylaymanki, bugungi suhbatimizdan har kim o'ziga kerakli bo'lgan xulosani chiqardi. Doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Like, podpiska bos, esdan chiqmasin. Mani obunachilarimga ham salom. Biz oxirida salomlashamiz. Chunki salomlashmasdan boshlaymiz. Shuning uchun salom deb qo'yaveramiz. Like bosing, podpiska bosing. Mana bu intervyum Instagramni hali portlatadi, xudo xolasa aka. Xudo xolasa.